Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Dersning mazmuni yani şu uyg'unish harakati yoki gullanish harakatiga ig'ir darajada to'sqinlik qiladigan qotil fikr zehniyatiningki 9-siga keldik. 9. bu xil fikr zihniyatiga qarata avtor da'vatida al-afkar g'ayri tamuha va la tunasibu al-himam al-aliyya. Yani yüksek arzu, armanga ega olmagan fikrlar bo'lib, büyük himmatga nima kelmaydi, mos kelmaydi. Yani nima deymiz endi bek zo'r g'oyasi olmagan. Oddiy kichik çeklik bir dairede bir nişanlarını közlegen fikir sahipleri yani fikirli. Bu çoğun bir müşkülü bulup fikir ve İslami güllünüş, növetteki İslami güllünüş planlarına karşı keladigan bir fikir. Kana desenler çünkü fekethirun minel muslimindeki çünkü Müslümanlarınki köpünçisi, ularınki arzularınki en yukarı çeki, aksa, gaye işkelisi en yukarı çekini ifadeleydi. Ularının arzularınki en yukarı çeki ve bularının tefekkürüdeki köpünç ahval vel galib ala tefkirihim. Bularının tefekkürüdeki köpünç ahval özlerinin ussuzluğunu muayyen bir ibadet ile ya ki İslam kısmi emel ibadetlerinden bir kısmi tarafdaki muayyen bir iş ile kandırıldı. Yani benim deyimiz hem de biraz aldığımızda kayıt doğru kılıyordu bazı meseleler için. Hakiki İslam biz ilgili derslerde söylegendek bir bütün İslam yani onunki akidetin ibaret hul kısmı onun üstündeki ibadeti, 5 ibadetin tarif tapkan kısım, onun üstündeki suluk, anlayken bunun en üstüden sırtqi hücumlarını qoğdaydıgan cihadi kısım ve onun astideki hisbe, yani içki işlarının tertibini saklaydıgan, amallıqını saklaydıgan saha ve Müslümanlarınki cemiyetindeki idari kısımdaki kişilerinki tüvendeki kişilerge zulüm sürüşünü çekleş için kurulgan Ali Sot mehkemeler ma üstü çatakat asti hul bunun oturda Türk şekildeki muamelat, iktisat, siyaset, sıraat o bu degendek biz bir aldığın katimlik derslerde bütün bir şekilde tasavvur kılgan bir İslam battı. Müslümanların köpüncesi qarindaşlar muşu noktani to'g'ri tushunmaydi yoki tushunib yetib bo'lolmaydi. Yani bir adam normalde o'zini musulmon deb musulmonligini e'lon qilsa, 5 vaqt namozni to'liq o'qisa, men o'ylayman 50% adam rozi bo'ladi o'zidan. Zakatni bersa 20-30% adam rozi bo'ladi o'zidan. Hayatida imkoniyatga ega bo'lib, pul tepib, yandaki yo'l sharoiti hazırlanıp haj qila olsa, qolgan adam asosan tamamen rozi bo'ldi. Bir adam haj qilib, bir hojim bo'lib, bizning Uyg'ur jamiyatimizda hojim bir salohiyatga erishsa, o adam asosan musulmonchilikninki hali yuqori pallasiga yetdim deb o'ylaydi o'zini. Ya'ni bizdagi musulmonlardagi genel umumiy tafakkur ayni qisqa doirada. Öyle bakma bir namaz okuşunca ayda kılalık adam 5 vakit namazlık adam hadi çoğun adam önde. Zakat bir adam biz zakat bir vatımız Ramazan'da oğan medem tutuzu asasen köpünce hiç kılalık adam boldu İslam'ınki hadi yukur pellestik adam mendep ma öyleydi. Yani üzünün Müslümançılıkını muayyen bir dairede çeklep koyduğun bir zihniyet var bizde. En xatarlik zihniyet. Nemişke xatarlik zihniyet bilemizler? Çünkü bunundan eşip helaqe ögüzü qatni salaman deganlarga, törükni salaman deganlarga dal mushxil zihniyet o'rnab qolgan kishilar qarashtirdi yoki mushxil zihniyet qarashtirdi. Qana qarashtirdi? Vatanda bunun misallarini ko'rdik ya.
Xitoy o'zining tashviqotlarida, propagandalarida diniy xizmat qilayotganlarni yoki din uchun jannat tikib kurash qilayotganlarni ayblab ularga qarshi harakat boshlatsa, normal odatdagi avam musulmonlar nima deydi? Nima qiladi? Bunda shuna qilib qisib o'tmay. Masalan, biz normal musulmon bo'lib yashayotsak, namozimizni o'qib qo'ygan bo'lsak, haj qilayotgan bo'lsak, ro'za tutgan bo'lsak degan bir shaklda, ya'ni islomni beputunlashtirman degan zihniyatdagi odamlarga, ma'qul zihniyatdagi odamlar dushman uyoqda qilib, o'zimizning ichidan o'zimiz qamoq qilamiz, qarshi turadigan bir ahvol, vaziyat shakllanadi yoki shakllandi. Buni o'z vaqtida biz amaliy tajriba bilan qanday qildik, ko'rdik buni. Amaliy. Bugunmi shu? İnsanlar anda belki özgürlük ketmedi. Bugün Türkiye'de hem öyle maşallah nüfus aldık Allah nüfus elip kuluğa. Uzun dönem ikamet aldık Allah ikamet elip malum derecede hatırcan bulup hiç ama bir yaşavatımız ya. Yaşavatımız şu ama öyle bilirse biz bir yere yaşıgılı çıkmagan. Ya ki özümüz halap halıma çıkıp kalgan bolsak mı bunda yaşap kalsak olmaydı bir yerde. Bizden ayada Şarkı Türkistan'da bir vatanımız var. Besiverilgan zaman bu yerde bizdenki urug tuqqanlarımız tamam yat adam ne demeyle urug tuqqanlarımız var. Zulüm çekivatkan kürşenmevatkan qarindaşlarımız var. Ata analarımız var. Ballarımız var. Yani bizning saqlayotgan bir xalq var ayada. Zulm ostida inglayotgan bir xalq var. Buning uchun shundoq harakat qilaman desa, bizning atrofimizning eng burun qo'l uzudi. Qo'llash emas. Lekin biraz vahshiylashsa, biraz haddidan oshsa, uning bunda til, haqorat yoki o'z ichidan ayiblash vaqti kelib qolsa, hamda ziyonkashlik qilishdan yanmaymiz. Bu zihniyatning hammasi nereden chiqadi desa, yani bir musulmon bo'lib bilan bir adamning mas'uliyati muayyan bir ishni qilish yoki muayyan doirada cheklanishdan adoludi zihniyatidan chiqayotgan narsa. Dal 9-avtor bizga eskartayotgan xato zihniyat shuki, musulmon o'zining musulmonligini muayyan bir ish bilan kifoyalanib qolsa, buni chatoq demakchi. Bu xil zihniyat o'ynab qolsa, bu odamning ahvoli chatoq. Qaranglar, kitobning oxiri qaranglar. Summa bular İslamның muayyan bir taraflarida, muayyan bir ibadat bilan o'zining tashnoliqini qondirdi ya. Ondan keyin bular umumiy suratga, men bu ayatni sizlarga tasvirlab berdim. Hul, törük, ondan keyin o'gza, hul 3 qat, o'gza 3 qat, 5-6 törük var. Bu bir imorat bu asli. İslam bir bina bu. Binanın bütün suratiga bular qaramaydi. Ve İslamningki zarur ciddi ihtiyacatıga bula qaramaydi. Mulihha degan gap ciddi, daruriy degan gap darur, ehtiyoj talabiga bula qaramaydi. Bular so'zlashadigan masalalarningki ko'p sonliqi, garchi muhim bo'lsa-mu, herkes muhimligini inkor qilmaymiz. Mayli namozda muhim emas demakchi emas, chunki ro'za muhim emas demakchi emas. Namoz men uchun hammasidan muhim. Lekin mushlarning ko'pinchisi g'aliban növbetdeki evleviyat pələmpeylininki ahiristiki meseleler. Yani qilishga tegishlik ciddi zürür işler var ya bugün Müslüman buluş salayetimiz, musbitimiz bilen. O nesle emas demekçi. İnne men arada lil İslam yanhad. Yani İslam'nınki orundun des turuşunu, gülünüşünü halaydıgan adam çokum iki linye edemeniz gerek bugün günde. Sullem degan gap shota degan gap, shota. Palampay, shota. Birincisi avval o'zini isloh qilish kerak. Bu bir. Ikkinchisi shuni qorishab turgan reallikni o'zgartirish uchun xizmat qilish kerak. Ikki ish bor. Ikki nuqtaga dastlab tunilsa, bugun islom gullanadi, islomni gullantiramiz degan gap yolg'on gap bo'lib qoladi. Va atrofidagi bo'layotgan çoğun işlerine katlanış gerek. Yani iki iş. Birisi özünü ıslah kılış, yani birisi emeli meydana çıkıp katlanış. Her bir adam, her bir Müslüman. Yani karanlığa alakalı resim arkalık ifade ettiği bizge.
Yani gülleniş peyda kılıştaki şahsların rolü dep kelip, birincisi şahıs özünü ıslah kılış gerek, ikincisi reallıkını özgertiş için iş kılış gerek. Bu şu özünü ıslah kılış degan noktadım ama meneliki köz karışı meneliki da gunga ıslah kılış, özünü ıslah kılış, takva ulaş dep mında bir gunga gepli var. Takva ulaş gunga gep desem meneliki başka hata düşünüp kalmağla men bir takva ulaş degan gepke karşı emas ama takva bulaşınca tergip kılımız. Qanda näse taqvalık bunu bilmeyimiz de mesela. Takva ulaş, Allah'ın razılık deyimiz. Qanda kılsa Allah'ın razılık oldu bunu okumayımız. Qayıskene bir kız gep ütüp ketdi şu vaqtda bir urguluk şekilde sizlerge degan isimde bir adamның özünü ıslah kılışı, bir adamның imanının küçüyüşü, bir adamның taqvalıqı, bir adamның ki qalbini paklışı, muşatulğalarının hemmisini yıqqa vaqtda bir kız gepke xulasılığı buludu. Növbetdeki üstüge düşkenini qilish şu. Bugun mening üstümge qanday vazifa tushsa, jamiyatning taqozosi, növbetdeki talab taqozo bo'yicha men shuni qilsam, men taqvo. Shuni qilsam, qalbimni isloh qilgan bo'laman. Shuni qilsam, qalbimni poklagan bo'laman. Va qanday atalib ishlasanglar, mayli buningga taqvo bo'lash ve başka qalbni paklash, özünü ıslah qilish nim desanglar, mushlarning hammasininki binasi var ki növbetdeki ishni qilgan adam, üstüge tushgan ishni qilgan adam özünü paklagan bo'ladi. Yani özünü shunga hozirlagan adam. Mayli salohiyat nuqtasidan, iqtidor nuqtasidan hozirlasin yoki ideyat tayyorlik jihatdan hozirlasin, özünü shunga hozirlab men tayyor oldum degan adam özünü ıslah qilgan bo'ladi, qalbini paklagan bo'ladi. Bu birinchi qadam. Ikkinchi qadam real meydana çıkış gerek. Bunun iki işini kılalığa vakti Müslümanlarımız ma İslam güldünüdü, ma cemiyet güldünüdü, ma millet orundan kupalaydı. Lakin ma yahdus fi vaqi'il İslam. Ama İslam'ın real ehvalıda, reallıqıda yüz bir vatkan iş neyim o dese? Enne ba'zal muslimin, bazı Müslümanlar ikinci liniyeden kaçıdı. Birinci liniyen hem de haqqı yürekni ep kösetkil olmagandan keyin men özümni isloh qildim, taqvoligimni oshirdim yoki qalbimni paklavatman desa tamam deymiz ham bunga. Chunki uning bir tamg'usi yo'q. Adamning ichki dunyosining sirti ikroni yo'q. Shu shahar deymiz, uni ichki bir ahvol. Shu ani hammadam da'vo qila oladi. Mani qilsa qildi ekan deyalaydi, men qilyapman deyalaydi, ammo ikkinchisi, yani real maydonga naq o'zi tushib, bevosita qo'l silib, o'zining ustiga tushgan vazifani qilish ma'nodan qochadi. Ya'ni ikki siziqning o'rtasidagi izohat jafo mushaqqatlar liniyasi, mas'uliyat liniyasi, kurash qilish liniyasi, qurbonlik berish liniyasi. Ma 4 ishni debdi Abdurra şu reallik amaliy maydonga tushishni 4 xil ifodalayapti. Bunun ne kaçı dese birinci liniyaya kaçı. Demişka özlerinin kalplerini razı kılış. Könlüne teskin tapkuzuş. Yani üzüge teselliyi bir iş mandakşetka vakti da. Bula özlerinin hayatını işke haremden oturusda ötküzüdü. Mesela şu vatanda cık kürttük bu işini. Bugün gün doğalıkı birisi yolunun emin emezlik yayını birisi ihtisat tüfeylerince kademlerimiz bağmavadı. Ama vatanda asasen puluna xeyligili ya yok. Şu Ramazan'ını haremde ötküzüş. Sizlerden sorup baksam bir gapni soğum keldi. Eğer imkaniyeti olup qalsa yezip baksanlar bulur. Resulullah hayatida qanchaqda haj qilgan? Resulullah hayatida hajni bir qitim qilgan. Resulullah Medine'de turib hajni bir qitim qilgan qarindoshlar. Yani her rejile hajga berishning hojati yo'q. Tamam. Şahitim olib qalsa pat ömürgü berib kepti. Ama bizning kishilarimizninki yani o'zininki taqvolikning eng yuksak tarafini harem görüşlen belgilash bir kayfiyati bizning aramizda hali avjga olgan. Bir zamonlarda dahi vatanning yo'llari taqalmagan 4-5 yil oldidagi zamonlarda. Ve yüşeyyidûnel mesacid mesela. Bunu olan özünün hayatlarını ötküzüdü. Mesela g'arb g'urbalığı tamak qurish. Bu güzel işler. Hemmesi hata işemez. Ama yani davat qanday nokta hata işemez.
ve qurbonlik qilib bo'g'izlaydi, masalan, qo'y bo'g'izlaydi, Allohga yaqinchilik qilib, taqarruban zulfa ilalloh ish qilsa, yaqinchilik. To'g'ri, bu ishlarning hammasi ahamiyatli ishlar. Hammasi ibodat. Daha da abdur kullu zalika ala ahamiyatihi ve azim ecrihi. Yukarıdaki işlerin hemmisi nayet ehemmiyetlik ve ecr kattı işler bolsumu. İlla lekin Allah subhanahu ve taala bunu olan boldu kılıp İslam'ni şunun içige sulap koyuştun çekligen ki İslam muşu. Müslümançılıktan vazifesi muşan tügeydi diş hata. Onun hemen kılmaz. Ama Müslümançılık muşnu olan yeterlilikdir. Hazır bizden eyiplayatkan noktamız qaysi bilemizler? O iş emez. Aşında fikir, aşında ideya. Ki Müslümançılık muşnundan başkası emez. Digen ideya biz eyiplayatkan nokta şu. Kur'an'la ayette naiti inik eyiplegilik bunu. Tavatuda estaizu billah. Ece'altum sikayetel hacci ve imaretel mescidil haram كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Başka ibadetlerini koyup durunlar. Hacılarını soğuruş hizmeti. Mescid-i Haram. Mescid-i Haram diye ne bilirsizler? Zemin üstündeki en ulu koy. Mescid-i Haram'ını avat kılış. Bu hizmet ne? Allah'a iman eytip, ahiret günüge iman eytip, Allah yolunda cihad qadamdan ki işe oxuşlamızlar. Hergiz tamamen la yastavuna indallah. Allah'ın nazarında hergiz bu işe iş tamamen istavatı Allah. Aynen ayette var mesela. Şairlarına bunda bir gibi var. Şairlarımı bunda adamlarına kana kılıp maqtat nimdeydi o desanlar. Eyufidu şer'a zikrun fi mesacidikel kusuri. Ayaraddul bagya va'zun dune ceyşin fi zahiri. Yani şeriatga qasrlarga o'xshash silingan masjidlarda o'tirib zikr qilish payduramdigini masjidda o'tirib bir odam subhanalloh alhamdulillah deb zikr qilganligidan shariat o'rnidan turamdi. Shariat barpo bo'lamdi. Tajovuzchilikni maydondagi bir qo'shin bo'lmay turib vaznasiyat qilishlam qaytara olamdi masalan. Şiir, güzel ifadeleyen şiir mi? Ayette uçuk değilgen. Mesela bir zihniyet meselesi. Abdurrahman bu yerde 9. katil fikir katarıda bizge bayan kılatkanı mı? Zihniyet meselesi. Her göz yukarıdaki sanılan işlerini kadrini düşeygen, eyleyen iş emez. Katli ve katli. Hemesi ehemmiyetlik işler. İslam'ın tüm asasi prensipleri var onun içinde. Ama insanın zihniyeti özünün İslam'ını ma'lum bir dairede belgilab qo'ygandan keyin masala ashardan chiqadi ki u vaqtda millat qanaqlanmaydi, gullanmaydi o vaqtda. Aldığa mang'anmaydi dedi. Fal ihtimam bil xatt al awwal duna thani. Birinci liniyaga ahamiyat berish, ikkinchi liniyani qo'yib qo'yib. Duna thani degani qo'yib qo'yib, birinchi liniyaga ahamiyat berish. Dal o'zining qalbini rozi qilish qabiliyatini, ya'ni o'zining vijdonini pasaytirib, ya'ni o'ziga tasalli berishni maqsad qilgan vaqtda. Ammo bu biz onun cihetinden yaratılgan. Allah bizni onun için yaratmadı ya. Eğer Allah ibadet için malaka bir xilna şu ar karakterdeki ibadet için yaratılgan şop qalsa, malaikelerge oxşaş yaratırsa boldu. Yani malaikeler nimdeydi o? Ve nahnu nuqaddisu. Ve nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lek. Malaikelerge oxşaş özlüksiz tasbih etip ibadet qilib turadigan maxluq shakl yaratırsa bo'laverdi. Ama bizning ma dunyoda qiladigan bir vazifamiz var. Qanaqdır şu ar karakterdeki ibadetni ham qilish ve leysa huwa dinullah fi tamamihi ve kamalihi. Allah'ınki dinininki tamamiyeki kamali emas. O bir kısmı. Yani tekrarlasam qarindoshlar mush munosabat bilan o bir dinning hul kısmı. Biz dinni nurg'un darslarimizda tekrar bir binoga o'xshatdik ya. Ma shahodat, namoz, zakat, roza, mescid, hac, manda ibadet şekilde ko'rinadigan ishlarning hammasi binoningki hul ko'tarib turadigan qismi. Intayin muhim qismi, lekin hammasi emas. Binoning to'riklari va, tomlari va, o'g'zi qismi va, bir musulmon bo'lish bilan bir butun binoni o'ylash kerak ki hech kim binoning hulni sapqab uning ustida turmaydi. Uning ustida o'tmaydi. Bir bino o'ltog'idek bir salohiyatga
bir layakatga yetiş üçün onun huli, temi, töreki ve ögüzüsü hemisi buluş gerek. İslam yani aşında bir din, aşında olan mükemmellik ama zihniyetimiz tam onun aksice üzümüzge kolay olgan, üzümüz kılalgan bir dairede bunu çekilip andan keyin muşu bizning musulmonligimizning talabi shu deb shu qanoatga kelib olgandan keyin islomni butunlash uyg'otish o'zgartish isloh qilishdan ig'iz ochqilinmaydi qarindoshlar. Bu bek muhim nokta. Abdur bu noktalarni intayin güzel tahlil qilgan qarindoshlar. Abdurning fikri tuguni yo'q. Da'du Abdur vasinfun akhar min al-muslimin. Musulmonlardan bir bilik, yeni bir bilik kişiler var ki bir bilik kişiler var. Mada Abdur'laqı 3 türlü kişilerni tilga ilib birisi bayatın ikki liniyani gapini qildi ya Abdur. Ikkinchi liniyadan birinchi liniyaga qochgan odamlar. Ya'ni ashilni qilib qo'yib, amaliy maydonga kelib, islomiy faoliyatlarga qo'l silib qatnashishdan qochib, o'zining yakki ibodatlaridan bo'lgan odamlar. Bu birinchi turli odamlar. İkinci türlü adamlar ve sınıfın ahir. Yeni bir türlü adamlar Müslümanlardan. Bular birinci liniyaya çöküp ketkenlerdi. Nime iddiası bilen dese, üzünü terakki kıldırış davası bilen. Ruhunu terakki kıldırış, kalbini terakki kıldırış davası bilen. Biz kalbini paklaydık adamlardı. Yani şeytan bu xildagi adamlarga shunda vasvas qiladi ki bu islom xizmatiga loyiq emas. Bizda loyiq emas. İslam üçün əməli işləşqə layiq emas. İslam üçün qurbanlıq verishə layiq emas. Bu madamiki günah işləb tursa, xatalıqlar cinayət edib tursa, da adamның gözüge insanның cinayətlərini yoğan göz to'radi şeytan. Sen degan layiq emas, kimdan sensin de qalbni paklash kerak degandek bir xil vasvasalar bilan o'zining qalbini paklashlan mashg'ul qiliqliq. Ma yeni bir turli adamlar. Bu turdagi kishilar bu orqali Muşu taqaq dairənin içine kirib qaladı. Bunundan İslam ümmetinin ahvali, cemiyetinin dertleri hakkında oyunluş için asla qana qılanmaydı, çıqanmaydı. Yani üzül olan bo'lib qaladı bu adamlar. Eğer azraqlam təəmmül qıb oyunub baqqan bolsaydı, lawajada anna ziyadatul iman la takun illa bil amalil jad lil islam. İmanның ziyada oluşı İslam'a haqiqiy chin şekilde hizmet qilish orqali bo'ladi. Yine tekrar edilen gapimiz şu, İslam'da bo'lgan qarindoshlar taqvolik, qalbning poklanishi ve imanning ziyoda bo'lishi ishlashlan bo'ladi. Bir odam o'tirib iymon kuchaytirilmaydi. Jaynimazda o'tirib iymon kuchaytirilmaydi. Allazi bu ma bil amal jaddiki jad chin degan gap. Yani chin. Bilisizlar o'sha anaqa Xitoydagi chin emas, ma chin pishchiqdagi chin. Çin pişir de bir gap var bizden yerlik dilimizde. Bildiğinizler Çin pişir diyen gap ne? Hakiki diyen gap yani. Estağidil diyen gap. Ellezi emel nasibiti şunda bir Çin işki Çin iman mesela dediğin gaplar var ya insanın kalbide imanın bütün hükümlerini, bütün imani hükümlerini tirgizudi. Bir adam iş qilgan vaqtda andan keyin iymoni bitib. Qana desanglar men bir misol olayım. Bir tijoratchining iymoni qanday vaqtda butunlanadi desanglar, tijorat qilib, tijoratida islomning taqozosi bo'yicha tijoratni qila olsa, bu odamning iymoni butunlanadi. Chunki balkim arangizda savdo qilib boqqanlar bo'lishi mumkin. Savdo qilayotgan vaqtda odam shunchalik foyda olishga hissman bo'ladi-ki, eğer müşahede azroq İslam'ın təlimatlarına boysunması çok payda alıdığandek. Satmakçı olan melini bir yalğan gək qımısa obdan satalaydıqandek. Rast gək qılsa satamaydıqandek. Vesveseler bilen o acayip cıq sinilidu. Cıq adamlar bu sınavını ütenmeydi. Cıq adamlar ütüdü. Ötkendin kim ki imanın huzurunu hiç kim tasavvur kılanmaydı. Bir soğudunun gepine kuvvetine. Addiyse. Bunda sınav cihat meydanında bulundu. Her sahada bulundu. Her adamdan imtihan kağısı okşmaydı dedik ya. Aşı emeli, real meydanda özünün kılıvatkan her işleri de imanın talep, tekazzalarının bir imtihanısı. Onun karşısında şeytanın vesvesinin bir imtihanısı var.
Eşenin hemmesini atlab o'tgan vaqtida andan keyin bu odamning qalbida iymoniy uqum degan narsa shu vaqtda tiriladi. Shu vaqtda bu odam sinog'ini o'tadi. Men eng hurmat qilgan, ehtirom bildirgan odam kim desanglar, birisi tijoratchi, yani birisi amaldor. Men nimishqa ehtirom qilma bularga desanglar, bu hamma tijoratchi, hamma amaldor emas, balki savdo satiqlarida İslam ta'limotidan chetlamay mangan tijoratchi ko'zimga ajoyib cho'ng ko'rinadi. Andan keyin o'ziningki amalda bo'lib qolgan demayli qanday nuqtada amalda bo'lsa, Xitoyning amalda emasda tabiiy. O'ziningki xalqning beshidagi ishlarda, xalq yetakchilik qiladigan ishlarda, adam boshqaradigan ishlarda islomning ta'limotiga uyg'un shaklda ish olib boradigan odam ko'zimga haqiqatan buyuk ko'rinadi, cho'ng ko'rinadi. Nimishqa desanglar, ma'ning siniqi bek eg'risina qarindoshlar. Shundan o'tgan odamning iymoni unda rasmiy tavlangan iymon bo'ladi. Shunga qiyomat kuni arshining soyasida soyidaydigan 7 odamning birisi bilasizlar kim o? Adil imom. Ondan keyin payg'ambarlar bilan o'xshash maqomda, o'xshash darajaga erishadigan odamning birisi kim o? Rasul savdogar deydi. Ya'ni bu hukmlar nereden kelib chiqdi desanglar, musulmonninki shaxsiy biyikishliklab yashagan vaqtdagi iymoni butun iymon emas. Mana bir gapni jiq anglaqsizlar balkim. To'y qilsa odamning iymoni butunlanadi debchi. Anglag'anmi? Balkim buni boshqa vaqtda tushunishi mumkin. Men biroz boshqa tushunaman. Odam to'y qilmagan vaqtda yakka yashaydi. Boshqalar bilan bo'lgan bir haq, huquq munosabati bo'lmaydi. To'y qilgandan keyin burun yakka yashagan vaqtda, qirgan vaqtda bir haq, huquq munosabati bo'ladi. Boshqalarga biradigan bo'ladi, boshqalardan oladigan bo'ladi. İnsanın tabiati nima desanglar, oladigan vaqtda jiq olaman deydi, biradigan vaqtda oz biraman deydi. Men tushuninglarmi? Shunga Qur'oni Karimda mushuningdagi adolatsizlikka dovzax bilan tahdid qilingan Qur'onda veylul lil mutaffifin. Gerçi mufassirlar bu tafsirlarda veylul mutaffifinni sodsatıqdagi jing taroziqlam apiradi. To'g'ri, yana o'ziga oladi. İnsan aloqasidagi har qanday ilm birimda men biradigan narsani oz birib, boshqalardan erishadiganni jiq erishsam bu ti degan odam veylul lil mutaffifinga o'zini sapaqsa bo'ladi. Yani ilim, birim, munosabati var her qanday bir ishda. Shunga to'y qilgan odamning iymonining butunlanishi, chunki amaliy, real boshqalar bilan aloqa sohasi va eng hayotining tunji qadamidagi. Undan keyin bayat men misol qilgan savdo sohasi. Undan keyin bular shu savdoga bilan amaldan qilishning sababi chunki bu haq huquqlar eng ko'p yorqin ifodalangan bir nuqtalar. Ayol munosabati shu oiladagi. Ya'ni inson amaliy maydonga tushib real meydanda amaliy ish qilgan vaqtda andin keyin kitob qaranglar, allazi yahya fi nafsil inson, uning qalbida kullul maanil iymoniya, iymonning tamom hukmi, butun ma'nosi degan gap haqiqiy iymon shu vaqtda tiriladi. Va bu iymon deydi va bu iymon yoki bu ish buni ibodat tarafga, andan yaxshi ishlar tarafga buni İttirdi, yedfa'uhu haydaydi. Nimishqa texmu ko'p uzuqasini uchun va o'zining vazifasini ado qilishga shu vaqtda ma'nolaydi. Bu bek muhim nuqta qarindoshlar. Mao ikkinchi turlik odamning gapi. Uchinchi turlik odamlar bo'ldi. Mushu biz 9-chi bir xil ayiblamoqchi bo'lgan yoki tanqid qilmoqchi bo'lgan fikr nuqtasida uchinchi turlik odamlar bor. Ama as-sınfu thalis minel muslimin, Müslümanların içindeki 3. türlük kişiler. Ve bununla bu xil türge ümmetninki güllenişi, ümmetnin arzu armalarının ro'yobga chiqishi bağlangan kişiler bular. 3. xil adamlar. Haza sınf allazi, bu tür, bu sınıf kişiler bütün gücünü işletip, bütün gücünü çıkarıp, cahiden degeni şu, işkillili niyede mestata'a imkaniyetinin yetkince menişke tirişidu. Yuhavilu, qanday qilib tirişidu. Malaki aldığınlı kitap boğaçqa, Selamı bir tercümesine
bilip mağalasın, udulap mağalasın, qattiq astas tercüme kıvatıma ayırıp. Yani bu tür hâzâ sınıf ellezî, yani bu tür işkili liniyada alal hattayn mastata'a imkaniyetinin yetkince menişqa tirişip qana qılıdı, urunudu. Bar kişine çıkılıp. Bu xil türdeki kişiler deydi o. Esirge düşüşten, esirge düşüş uçuraydı o. Nima? Esirge düşüş depti mi? Ötmüşünün neticelerinin ki nimelerinin tömürlerinin arasında esirge geçip sulunap kalıştın qana qılıdı. Xile qiyinildi degini. İnsanı bazı vakitte mundalıqı qanaat deydigan bir narsa da qiynaydi-chu. Qanaatning yana bir xil ifodasi o'zi bilan g'ururlanish, o'zi bilan faxrlanish. Ya'ni biz degan manda ishni qilyaptiq deydigan bir xil tuyg'u insonchilikda hammadamda bo'ldi. Bir odam 5 yil ishlab bo'lib o'zini yomon cho'ng ishlarni qilayotgandek bir xil manda bir xil tuyg'u bo'lib qoladi. Özünü çoğunkurap kalıdı, işlerini çoğun sanap kalıdı. Muşunundan çıkmak bekteriz. Madem 3. yıllık adamlar muşulanın hani vesveselerden, muşunda psikiklerden kutulup çıkıp işkili liniyada tamamen aşka kana kalıdı, tirişidi deydi. Hâzâ sınıf el-muhlis la yecidu men yuhaddisuhu en incazat el-hadır. Maturdaki ixlasmen tür kişiler deydi. Onunla hazırının neticelerini söyleydiğin adamını tapamaydı. Kelgüsüdeki kütüvatkan neticeler uyak tutulsun. Biz devamlı kalıqı ümmetinin, milletinin gülünüşü doğrusu gep qotqa vaxtımızda ötmüş emas, bugündən ve kelgüsünün gepini qilishga targ'ib qilyapmiz hozirga qadar. Kelgüsünün planını tuzish, kelgüsü munda ishlarni qilish, qisqa muddatlik plan, uzun muddatlik plan degan shaklda. Yani Maturidiki kishilar etrafida hozirning ve kelgüsünün gepini qildigan emas, o'tmishning biz uni qilyaptiq, buni qilyaptiq. Ya biz manchilni osmonda qilib deydigan manda bir paranglajak, ammo bugun nima ish qildik? Millatning bugungi talebi nima? Kelgüsüde qanday planımız var. Matluq söylediği adamını qanday qilmaydi, tapamaydı. Bu xil türdeki kişilerin yetekçileri, qadatuhu degan yetekçi, muvajjihu degan yetekçileri bu xil türdeki kişilerge faqat o'tmishning natijalari haqida so'zlaydi. Yine desek yana şu, biz bunda qilgandik, anda qilgandik. Masalan, ma'rif sahasida qilib qolsa biz manç balı terbiylegen, anç balı terbiylegen mesela. Siyasadi qilib qolsa biz onu qildik. Yani o'tmishni so'zlaydi. O'tmishning natijalaridan so'zlash yüksek himmetlerini azizlaştıradigan bir narsa bu. Bunun yeterli. Ve tefekkür cihetdeki bir xil dörtlükni tug'ildirdi. Bak keyniga qaragan adam oldini o'ylamaydigan bo'lib qoladi. Ve andan keyin neticelerni qo'lga keltirishda başqalarga tamamen tayinishni keltirib chiqardi bu ahvol, bu xil ahvol. Ve laqad kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabilerine da arzu ümitdar buluşunun devam qilishga intayin qana qiladi, intilatdi. Sahabilari, qo'shunlari gene axirisi qaytib keladi. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabilarininki, qo'shunininki, ergashuvchilarininki, arzu ümidininki daima yüksek, en yuqori cho'qida bo'lishni intilatdi. Her daim. Qaranglar, bir misal Suraqat ibn Malik, hammalar bilisizlar. Resulullah'ın hicret seferideki bir vaqalik var. Resulullah'a Qurayshliklar tutib bergan yoki ulikini tirikini kelib bergan 100 tugini va'da qildi bilisizlar. 100 tugi degan hozirgi puldanda Mehmetendeki vaqtda 10-15 ming oldi ya tugini, bital tugini. Hozir qancha pul oldi masalan ya 10 ming TL alishi mumkin. 10 ming TL desek 100 tugi degan 1 milliondan gapimdi. Belki ondan artıq oluşu mumkin. 1 million pulga az gap emas. Muşunun dədide Resulullah'ın keynini qoğlab kelgan bir adam Suraqat ibn Malik. Resulullah'ın qışqı kelgan vaqtda onun etinin puti çöktüğü deyman şuna bir vaqaliklar var. Şu vaqtda Suraqat ibn Malikqa Resulullah
munda va'da qiladi va Kisraninki altın bilezikli. Endi Kisra deb tarixda mana o'qib o'tib ketsak ham oddiy tuyuladi. Kisra degan kim bilamsizlar? Ma bugun o kadar taraqqiy qilgan dunyoda o'z vaqtdagi Paris impresiydek bunda yo'g'on davlatlar yo'q hozir o'rtada. Hozir dunyoda cho'ng davlatlarni misol qilish to'g'ri kelib qolsa, G'arbda Amerikani misol qilamiz, masalan, Sharqda Rossiyani misol qilinadi. Hozir deyilish to'g'ri kelib qolsa, misolan endi Aqsaroyni va'da qilganday gap ham o'chu. Bak cho'ng gap o'chu. Ular faqat Resulullah'ın hazır biz peygamber deb o'qiyotimiz tarixni. Bizning ko'zimizda, qalbimizda, beshimizning ustunda yeri var Resulullah'ның. Büyük hürmet olmalı. Bundaqcha aytgan vaqtda biz imonimizni aytganligandi. Bu vaqtdagi tuyg'u boshqa. Ammo shu vaqtda boshqalarga nisbatan aytgan vaqtda Resulullah'a iman aytganning soni jiq emas. Ha qo'g'lab kelganimda iman aytmagan bir odam. Uning nazarida normal bir odam endi. Xuddi aramızdaki sizlar bizni bilan birga o'sib, yo'g'nab bir yerda yashayotgan bir shaharda, bir davlatda yashayotgan bir odamga o'xshash tuyg'usi va boshqalarga nisbatan, iman etmaganlarga nisbatan. Endi biz atrofimizdagi bir odamga nisbatan bizning bizga normal qaraydigan odamdan birasiga men sana Washingtondagi Aqsaroyni va'da qilay desa, ya 5 burchaklik binoni va'da qilay desa, ya bo'lmasa Kreml saroyini va'da qilay, ya shunga o'xshagan shahardagi bir ko'zga ko'ringan bir small xarakterlik ya shu davlatlarning cho'ng davlatlariga small qilinadigan narsaning birini va'da qilay desa, qanday tuyuladi masalan? Bak bir pochdak bir ifodada bu. Ya'ni Rasulullohda o qadar bir umid borki shu vaqtida, o qadar bir umid bor. Qo'rqmay shu va'dani qila oladi boshqalarga. Mo degan yomon cho'ng gap. Men mishadan bir narsaday Rasululloh Taligan maqulun arxan tercüme qilibdi. Va huval mutarad al-matrud min baladihi va qavmi. O'zininki shahri, o'zininki qavmi tarafidan qo'g'langan va keynidan qo'g'lab kelgan bir odam Rasululloh. Sizni tutish buruqi chiqarilsa, qaysi birisimizga qanday tuyg'uladi? Jon saqlash kuya, insonchilikda jon saqlash kuya. Ammo Rasululloh o qadar ishonchi borki, plan bak cho'nki Resulullah'ның ko'zda, ya'ni Sharq G'arbga shu vaqtlam ko'z tikib bo'lgan Rasululloh. Shu vaqtning o'zlam ko'z tikib bo'lgan deyishga bo'ladi. Shunga biz davomli bir millatni ondan qo'pirash uchun yomon yiroqdan ko'zlangan bir plan, uzun muddatlik bir plan bo'lish kerak. Buning qisqa muddatlarga bo'lingan qisqa va'dalik, masalan 2 yillik, 3 yillik, 4 yillik degandek bir plan bo'lish kerak deb chiqdib ketdik-ya. Rasulullohning kallasidagi uzun muddatlik planninki bir chegarasini qurib olgan shahada. O şu vaqtdagi dunyodagi ikki büyük imperiyaning birisining gapi o. Kisraninki bileziklar degan gap oddiy gap emas. Ya'ni fa huwa yubashshir Rasululloh Suraqiga shu vaqtda kelgusidagi kutayotgan bir natijadan xo'sh bishorat beryapti. Ama bilezikning gapi bir bilezik endi, ammo Rasulullohning a gapidan kelgusida eşyani o'zi egallaydiganligini aningga depiryapti. Men shu yani egallayman deyapti. U osmo İslam'nınki dünyanın bütün sahalar, bütün rayonlarında qana qilishi, tarqalishi. Bular emas tahi. Ve leysa hada fahasb. Belki tahi ve seyetimmu hadal injaz. Bu netice Suraqının hayat vaqtida tamamlanganligini ishorat qilyapti. Men sana ani birman degan gap xuddi Suraqa hayat vaqtida shuning sen erishsa degandek bir aniq bergan bishorat ta u. Bir odamning hayotidir. Bu kadar arzu, bu kadar ümit, bu kadar yüksek ruh başqalar özünü qo'g'layotidu, ama bu ruhni yo'qotmagan, bu ümit arzusini yo'qotmagan, bu planni yo'qotmagan bir xil ruhiy holatni Rasulullohning oyatini ko'rib olamiz qarindoshlar. Aniqki, wala shak anna hada tamuh ma ba'dahu tamuh ki bunun eng chekiga yetgan bir arzu hamdi bu. Tamuh ma ba'dahu tamuh degan gap, uning keynida arzu yo'q bir arzu degan gap. En nihayetiga yetken bir arzu. Laqad kana bi imkanir Rasul. Peygamber Aleyhisselam'ның imkaniyeti şu vaqtda. Endi o'zimizni o'zimizda o'qib gapib baqaylik. Agar birisi biz birisiga nisbatan o'zimizning bunda cho'ng odamligimizni bildirmoqchi, uni qoyil qilmoqchi bo'lsak,
köp hallarda belki köp hallarda emas, hemimiz açtaatı qilgan ishlarimizni so'zlaymiz hamda. Biz degan bundan qildik deb. Ammo Rasululloh qilgan ishni emas, qilmoqchi bo'lgan ishni gapirib Suraqaga. Davatudum Abdurmayada Rasulullohning imkoniyatida shu vaqtda Suraqaga o'tmishning natijalaridan so'zlab bersimi bo'ladi. Hoy, Aqiba bey itibar ishki bey bilasizlar. Hay Suraqa qanday qilma, menga Madinadan manchidam qanday qildi, bayat verdi, Makkada manchidani ergashki uchun ba, biz degan munda qildik, 13-yilning oxirida Makkada turyapmiz. Ma gapini qilsin bo'ldi. Habeşistan'a edem öğrettim deb, Habeşistan'dan iki qadımlık hicret hakkıdaki qıpasın buldu. Medine'nin İslam'a kirgenliki, İslam'ın Medine ehlinin oturuz taqalğanlıqı, bunu sözlep bəsin buldu. Qavmininki hilim mekirleri bolsumu, üzünün şəhərini xatırcam, maharet ölen, bunda əgib ütüp Medine tərəbki emas, Qarış tarafga menib, annekin dengizni boylab, dengiz yaqasini boylab, Medina Qurayshni ozdurutib ketganlik manzurlab basin bo'ldi. İlla lekin Rasululloh Suraqaga bula to'g'riliq so'zlamadi. An kullu hadadinga bula to'g'riliq so'zlamadi, balki kelgusidagi umid qilayotgan natijalar haqida so'zladi. Nimishqa? Suraqaninki qalbi, ko'ngli shu arzu, uning ko'ngliga kirsin. Himmeti qana qilsin, ko'tarilsin. Shu orqali bir islomga kirib, amaliyotda kirdi Suraqa. Umar radhiyallohu anhuning davrida shu Kisraninki davlat Pars shu vaqtdagi Persiya imperiyasi Patiyoga vaqtda Umar radhiyallohu anhu Rasululloh va'da qilgan bilazikni Suraqaga berdi shu vaqtda, yana buloqliq amaliyotda. Ammo hozir soruduğun adamdan birisi İslam uyg'unish harakatlarininki natijasi haqida shunday so'rab qolsa, siz faqat o'tmishning gapini qildik adamlar. Voy biz uni qildik, buni qildik. Bu bir keselkin. Rasman qarindoshlar. Atrofga yiroqqa qaramayli. Atrofimiz biz yashayotgan Turkiyadagi tashkilotlarga hozir shundaymi? Qaysi bir islom paranglashsanlar, hammasi o'zining burun qilgan ishlari haqida so'zlaydi. Birrag'm halbuki o'ttirg'i qo'yilsa yaxshi olmaydigan, masalan. Numar qo'yish to'g'ri bo'lib qolsa 30 numar qo'yib olmaydigan natijalar bor bo'lsa-hamda. Ash ishlarni buyuk cho'ng ishlar sifatida o'ttirg'i qo'yib biz aniqlayotdik deb ko'rsatgan ahvol, umumlashgan bir ahvol. İnsanın qalbi bitabiha, xarakterida nega talpidi tavvaqa, nega talpidi desa, kelgusiga ishorat qildigan odamga talpinadi va ro'shan bir ru'ya bir xil qarashga ega odamga talpinadi. Nima degan desa, qanchalik buyuklab kelsin, o'tmishdan mudofaa qilishni ko'p qildigan odamdan. Bizga bugun endi ochiq gapni qilaymi qarindoshlar? 33-yilda qurilgan jumhuriyatning gapini haqqan chiqib ketildi. 44-yilda qurilgan jumhuriyatning gapini haqqan chiqib ketildi. Stuq Bo'g'roxonning gapini har qancha qilib ketilar. Tabiiyki ular bizning boyligimiz, milliy meroslarimiz, Mahmud Qashqari bizning meroslarimiz. Har qancha qilinma bugun Uyg'urga kelgusi lozim. O'tmish emas, o'tmish kelmaydi. O'tmish ketdi. Bugun Uyg'urga, bizning millatga, bizning musulmonlarimizga kelgusi lozim. Shunga o'tmish haqida gap qilish taza şahsen mening kallamga taza sığmaydı hamda. Tazning nimasi va bir misliqam bir gap batdi, taza isim keldi, tazning tumita haqida deb. Ular o'tmishdiki atu bo'g'larimiz qo'lga keltirgan natijalardan faxrlanib bugun kimning qishqoshini tanlab biz bunda ish qilgan deb ko'tarib bu bakalaqa bir deymiz endi pastlik hamda shu. Asli kimning qishqora olsak kelgusi haqida bunda ish qilib, ya'ni o'tmishdikidan yuqori shaklda hech olmasa plan projening bo'lmagan taqdirda bir orzu umidim aqallisi mushu bo'lish kerak asli. Biz bunda qilamiz degan bir nuqta bo'lish kerakdi. Abdurrahim yuqorida 9-fikrini o'tirg'i qo'ydi qarindoshlar. Arzu, armonning bak tuvan bo'lishi, himmatning tuvan bo'lishi, bu xil zihniyat. Bu fikrga munosib kishilarni 3 turga bo'ldi. Birisi amaliy ijtimoiy qaçqıçılar,
Yen birisi üzni islah qilmada bunda yakki ishlarga g'arq qo'g'uvchilar, uchinchisi an rasmiy amaliy maydonga chiqib, haqiqiy tirishib ish qilg'uvchilar deb uchga bo'ldi. Sonra bizning 9-cı bizning bu uyg'unish, gülünish harakatimizga ig'ir to'salg'ulik qiladigan zihniyat tugide 10-cisi keldik. Bugun vaqt munosabati bilan vaqtni to'shab qoldik deyman. Mishada to'xtayli, qarindoshlar inshaalloh. Kelar qatimliq darsimizda yana takror ko'rishib davom qilamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.